Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, qadrli muxlislar. Ishonch telekanalining ijodiy jamoasi Buxoro viloyatida bo'lib turibdi va Buxoro viloyatining qadimiy shaharlari, boqiy shaharlari haqida ma'lumot berib boryapmiz. Bugun aynan biz O'g'layxon bilan Ark qal'asi haqida sizlarga ma'lumot berib boramiz. Albatta, Ark qal'asi 100 yillar davomida Buxoro hukmdorlarining rasman yashash manzillari bo'lgan, odamlar tomonidan esa shahar ichidagi shahar deya e'tirof etiladigan mazkur manzil ichida masjidlar, saroylar, ustaxonalar va ko'plab me'moriy manzillar mavjud. Ko'rib turganingizdek, 4 gektar maydonda tashkil etilgan Ark qal'asining bugungi kunda 1 gektar maydoni saqlab qolingan. Shunday bo'lishiga qaramasdan Ark qal'asi kelib ko'rishingiz va tarixni o'rganishingizga arziydigan manzillar qatorida. Yillarda Chor Rossiyasi tomonidan bombardimonga uchragan Ark qal'asining ayrim qismlarigina bugungacha saqlanib qolingan va biz turgan so'nggi xon, ya'ni Said Amir Olimxonning qarorgohi. Bu yerda ko'rishingiz mumkinki, Said Amir Olimxonning o'tirgan taxtlari, kiygan liboslari, shuningdek boshiga o'ragan sallalari ham bor. Albatta, mazkur manzilda 3000 dan ortiq eksponatlar saqlanib turibdi. Said Amir Olimxonga sovg'a qilingan ko'plab sovg'alar, buyumlar ham, shu jumladan mazkur manzilga kelar ekansiz, mahalliy sayyohlardan tashqari chet ellik sayyohlarni ham juda ham ko'p uchratamiz. Albatta, bir kunda qariyb ma'lumotlarga qaraganda 2000-3000 dan ortiq fuqarolar manzilga tomosha qilish uchun kelishar ekan va ichkariga kirganingizdan so'ng Buxoro shahrining tarixi haqidagi ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Endi Ark bu fors tilidan o'girsa qal'a ma'nosini bildiradi. Buxoroning eng eski yodgorligi Ark qal'asi 2500 yil oldin asos qo'yilgan. Hozirgi paytda 4 gektardan tashkil topgan. Sizlar faqatgina 20% imoratlarini tomosha qilasizlar, chunki 1920-yilda bolsheviklar Frunze boshchiligida 11 ta aeroplan bilan 3 kun Buxoroni bombardimon qilgan. Endi biz bilan sizga Xudo nasib qilgan tomosha qilib chiqamiz. Hozirgi paytda Ark qal'asining ichida Buxoro davlat muzey qo'riqxonasi joylashgan va muzey qo'riqxonaning ekspozitsiya zallarini tashkil qilishgan. Hozirgi paytda Ark qal'asining ichida 3 ta bo'lim ish yurityapti. Bu etnografiya bo'limi, tarix ilmiy bo'limi va tabiat bo'limi. Hozirgi paytda Ark qal'asining ichida ko'rgazma zallarida qariyb 3000 ga yaqin eksponatlar namoyishga qo'yilgan va kelgan mehmonlarni qiziqishni orttiryapti. Bundan tashqari muzeylarga hukumatimiz ham va davlat rahbarlarimiz ham katta e'tibor berishyapti. Muzeylarni moddiy texnik manbasini rivojlantirish, muzey eksponatini asrab avayllashga katta e'tibor berishyapti va undan tashqari turizmni asoslaridan biri bo'lgan muzeylarga yosh avlodlarni kirishni e'tiborga olib, seshanba, juma kunlari maktab o'quvchilari uchun tekin qilingan va har oyning 1-yakshanbasini O'zbekiston fuqarolari uchun tekin qilishgan. Yaqinda yana yurtboshimizni sayr harakatlari bilan nafaqat oilalar, hattoki davlat korxonalari ham shunga katta e'tibor qilishyapti. Hukumat tomonidan mablag' ajratilgan va har bir korxona o'zining qo'lida ishlovchilarni dam olish kunlari madaniy meros obyektlariga, muzeylarga kirishni tashkil qilishyapti. Endi hozirgi paytda Ark qal'asining ichida taxminan 1,5-2 kishigacha mehmonlar, mahalliy va xorijiy mehmonlar tashkil qilishyapti.
ko'p mehmonlardan savol beramizki, siz arkni tomosha qildingiz, qanday sizga taassurot qoldi haqiqatan deydi. Biz arkni tomosha qilgan paytda butun shahar bo'yicha ma'lumotni oldik. Sergey Mixaylovich Prokudin tomonidan 1911-yilda tushirilgan Said Amir Olimxonning suratlarini ham ko'rishingiz mumkin. Darhaqiqat, bugungi kunda davlatimiz rahbarining turizm sohasini rivojlantirishga qaratayotgan e'tiborlari samarasi o'laroq manzilga keluvchi sayyohlarning soni kun sayin oshib boryapti. Men qadimiy Buxoro shahri haqida ko'p eshitganman. Bugun esa kelib o'z ko'zlarim bilan ko'rishga muyassar bo'ldim. Mening e'tiborimni tortgan narsa qadimiy binolarning me'moriy qurilish uslubi bo'ldi. Shuningdek, menga bu yerning milliy taomlari juda ham yoqdi. Biz Toshkent shahar Inha universiteti talabalari bugun Buxoro shahriga tashrif buyurdi. Bizning o'zimizni universitetimizda sayohatlarni tashkil qiladigan alohida klubimiz bor. Mana klubimiz rahbari turibdilar shu yerda. Biz bu klub bilan asosan O'zbekiston tarixiy joylariga sayohat qilamiz. Buxoro kelish davomida ham biz o'rtada Samarqand shahriga tashrif buyurib, Registon maydonini ham aylandik. Biz nimaga bu tarixiy joylarga tashrif buyuramiz? Sababi biz o'zimizni tariximizni bilishimiz kerak. Hozirgi yoshlar masalan chet elga chiqmoqchi bo'lyapti, lekin buni ham to'g'ri tushunish kerak. Lekin avvalambor o'rganishni bizani o'zimizni turistik joylardan boshlash kerak. Shu maqsadda shu uchun ham Buxoroga tashrif buyurdik. Bundan oldin boshqa viloyatlarga ham borlagan albatta. milliylikni, o'zbekchilikni, qadriyatlarimizni rivojlantirish uchun, o'zbekchilikni o'rganish uchun, tilimizni qatdan tariximiz kelib chiqishini o'rganish uchun biz shu yerga kelib, Buxoroga kelib o'rganmoqchimiz. Tarixiy manzaralarni ko'rib, nima bo'lyapti, nimalar bo'lgan, tarixiy shaharlarni o'rganish uchun, milliylikni o'rganish uchun, shahar o'zi qanaqa rivojlangan, bizning tariximiz qanaqa rivojlangan, buni hammasini chunki o'zingiz bilsangiz, tarixingizni bilsangiz, o'zingiz bilasiz, tilingizni bilsangiz, qatdan rivoj kelib chiqqaningizni bilsangiz, o'shanda o'zingiz bilasiz, o'shanda yaxshi bo'ladi. Olayxon, bilasizmi, bu yerdagi eksponatlar ichida meni e'tiborimni tortgan yana bir narsa Ka'baning eshik qismidan parcha, ya'ni Ka'ba po'shini ham ko'rishimiz mumkin. Albatta, 20-asr boshlarida Buxoro amiri Said Amir Olimxonga sovg'a qilingan ushbu eksponat hozirgi kungacha xuddi o'z holicha saqlanib kelinyapti. Ko'plab insonlarning e'tiborini eshikdan kirishdanoq tortar ekan. Ana bu hozirgi paytda turgan xonamiz, bu yerda vaqtida bu hovlida hukmdor arkdagi yashovchi, ishlovchi amaldorlardan salomni qabul qilish xonasi bo'lgan. Bizgacha saqlangan, aslicha saqlangan xonalardan biri. Endi o'zi Ark qalasi bu Buxoro hukmdorlarining qarorgohi bo'lgan va qachon hukmdor Arkni ichida bo'lsalar, ertalab bomdod namozidan keyin Arkdagi yashovchi, ishlovchi amaldorlar erkaklar hukmdor bilan salom alik qilishgan. Ana bu ko'rgazmamizda ko'rishlaringiz mumkin. Oxirgi hukmdorlarga hadya qilingan sovg'alar va Buxoroda rus fotografiya asoschisi Proxudin Gorskiyning fotosuratlarini ko'rishlaringiz mumkin.
Endi muzeyimiz nafaqat mahalliy, xorijiy va boshqa muzeylar bilan hamkorlik qilishyapti. O'tgan yili Luvrda, Berlinda va Bakuda katta ko'rgazmamiz bo'ldi. Buxoro hukmdori Said Olimxon 1911-yildan to 1920-yilgacha hukmronlik qilganlar. Buxorodan keyin o'sha to'ntarish paytiga xalq qirilmasin, azob yemasin deb ko'lobga o'tganlar. Keyinchalik Afg'onistonning Kobul shahriga o'tganlar va 1944-yilda Kobul shahrida vafot etganlar. U kishining avlodlari hozirgi paytda Turkiyada, arab mamlakatlarida va bir qizlari Nyu-Yorkda yashayishadi. Kelib ketishadi, o'z ota-bobolar yurtlarini ko'rib. Endi oxirgi hukmdor bilan bog'langan juda ko'p eksponatlarimiz bor. Ana shu ko'rganimizda Buxoro hukmdorlari kiygan to'nlarni ko'rishlaringiz mumkin. U kishiga sovg'a xorijiy va mahalliy hunarmandlar, elchilar tomonidan hadya qilingan sovg'alarni ko'rish mumkin va shu bu ko'rgazmamizdagi eng nodir eksponatlardan biri Rus general gubernatori tomonidan Buxoro hukmdoriga hadya qilingan taxt. Men o'tirgan joy Shahnishin, ya'ni Buxoro amirlarining taxtga o'tirish marosimi o'tkaziladigan joy. Bu yerda har bitta Buxoro amirining taxtga o'tirish marosimi aynan shu joyda amalga oshirilgan. 1669-yillarda Nurotalik ustalar tomonidan Shahnishin aynan g'ozg'on marmarlari asosida barpo etilgan Shahnishin o'sha vaqtlar 17-18-asrlar, 19-20-asrlargacha ham mana shu Shahnishinning ustiga ko'rpacha solingan va aynan Sardor aka aytgani kabi taxtga o'tirish marosimi o'tkazilgan. Biz turgan joy oxirgi amirimiz Amir Olimxonning otxonasida turibmiz. Bu otxona bu yerda endi aynan faqatgina Amir Olimxonning otlari saqlangan. 15 tadan 20 tagacha faqat Amir Olimxonning otlari saqlangan. Chunki faqat u kishi otda yurib kelishlari mumkin bo'lgan. Boshqalar esa o'sha o'zini lavozimiga qarab o'sha Registon maydonida tushib qolganlar-yu, faqatgina amir otda yurib kelishlari mumkin bo'lgan. Ana bu yerda otlar 15 tadan 20 tagacha otlar o'sha saqlanishidan maqsad faqatgina amirni o'sha ularni yuk tashishlari uchun, keyin o'zlarining oila a'zolari bilan birga chiqib ketishlari uchun faqat bu yerga ruxsat berilgan. Bu yerda ko'rib turgan joylarimiz Nog'oraxona deyiladi. Nog'oraxona deyishidan maqsad endi bu yerda nog'oralar, musiqalar chalib o'tirishgan. Amir Olimxon saroyiga kelgan paytlari yo biron joyda chiqib ketishlari mumkin bo'lgan paytlarida, safar chiqib ketish paytlarida har xil musiqalar chalishgan va ikkinchidan bu yerda o'sha Registon maydonida bo'ladigan o'sha bayramlar, sayillar payti har xil musiqalar chalishlari mumkin bo'lgan. Buxoro xalqi o'sha bu yerda qanday bayram yo marosim bo'lishini o'sha musiqalardan ajratib bilishgan. Yana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin Registon maydoni. Registon maydonida bilasizlar bozor rastalari bo'lgan. Ana shu Arqal'asidan to o'sha Labi hovuzgacha bozor rastalari bo'lgan. Hunarmandchilik buyumlari sotilgan, oziq-ovqatlar sotilgan. Bir emas, ikkita qulf osilgan ushbu eshiklar ortida 20-asrlargacha Buxoro amirligining g'aznasi, ya'ni oltinlari saqlangan. Uzunligi 30 metr va eni ham 30 metrni tashkil etadigan mazkur xona ortida mutaxassislarning fikricha hozirgi kunda o'sha davrdagi cholg'u asboblari, beshiklar va aravalar saqlanib kelinar ekan. Biz turgan hovli bosh vazirning hovlisi, ya'ni Qushbegini hovlisi. Bu yerda atayin u kishini tashqariga chiqishlari mumkin bo'lmagan, amirning ruxsatlarisiz faqatgina u kishi oila a'zolari bilan shu yerda yashashgan. Endi hovliga ahamiyat beramiz. Kirish darvozasi 1901-yilda o'rnatilgan, qayraqo'shdan qilingan. Bomdod namozi paytida ochilgan darvoza. O'sha paytda o'sha darvoza ochilgandan keyin qabul boshlanganligini bildirgan. Keyinchalik to'g'ridan-to'g'ri amirni oldiga hech kim kirmagan, faqatgina Qushbegini oldiga kirib ruxsat olgandan so'ng kirishlari mumkin bo'lgan. Amirning qush boqadigan quli bo'lgan va o'zining yaxshi amallari bilan amirning ishonchiga kirgan ushbu qushboqar bosh vazir lavozimigacha yetib borgan va unga Qushbegi nomi berilgan, xuddi ushbu hovli kabi.
Qushbegi hovlisining yana bir ahamiyatli jihatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ushbu hovli ikki qismdan iborat. Qishki va yozgi qismlardan. Biz esa ayni paytda qishki qismidamiz. Bu yerga esa doimiy quyosh tushganligi sababli qish vaqtida isitish tizimiga unchalik ham ehtiyoj bo'lmagan. Yozgi qismiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, yerto'la qismi hamda baland imorat. U yerga umuman quyosh tushmaganligi sababli yozda anchagina salqin bo'lgan. Endi ahamiyat beramiz hovliga. Bu yerda hovlimiz ikki qismga bo'linadi. Yozgi uy joylari-yu, qishda atayin yashaydigan uylar hisoblanadi. Endi qishki tomondagi uylarga ahamiyat bersak, atayin past qurilgan, oftob tushadi. Endi asosan Buxoroning ko'pchilik uylari mana shu arxitektura tartibda ana shunaqa qurilgan bo'ladi. 1900-yilda telefonli apparat ham bu yerda o'rnatilgan. Atayin endi bilasizlar, amirlar o'zlarida juda ham ko'p saroylar qurishgan. O'sha saroylar bilan telefon orqali aloqalar bo'lgan. Buxoro qadimiy va boqiy shahar. Bu yerga kelsangiz ko'plab tarixiy obidalar hamda qadamjolarni ko'rishingiz mumkin. Ark qal'asidagi ayollar masjidi ham shular jumlasidandir. 18-asrda barpo etilgan ushbu masjid ayollar uchun asosan mo'ljallangan bo'lib, 4 gektarlik Ark qal'asining 3 gektari bombardimon qilingan vaqtda bu ham ayrim qismlari yo'q qilingan, ayrim qismlari esa saqlab qolingan. Buxoro qadimiy shahar. Uning tarixini o'rganaman desak, bir kun yoki bitta ko'rsatuv unga yetmaydi. Biz esa sizlarga aynan Ark qal'asi haqidagi ayrim ma'lumotlarnigina ulasha oldik xolos. Albatta, Buxoro shahriga keling, tomosha qiling, aytishadi-ku, tarixsiz kelajak yo'q. Tariximizni o'rganing, Buxoroga boring, Navoiyga boring, Samarqandga boring. Tariximiz va kelib chiqishimiz haqidagi ma'lumotlarga ega bo'ling. Shu jumladan biz ham bugun Sardor aka bilan ko'plab o'zimiz bilmagan ma'lumotlarga ega bo'ldik va juda ham qiziqishimiz oldi. Ichki turizmni rivojlantirish uchun davlatimiz tomonidan amalga oshirilgan ishlar yuqori saviyada ekanligini guvohi bo'ldik. Keyingi ko'rsatuvlarimizda esa O'zbekistonning, yurtimizning boshqa viloyatlaridan ham qilishni maqsad qildik.